Bolalarda harorat tushishi, gipotermiya. Bolangiz sovuq, rangpar va sust bo'lib qoldimi? Bu oddiy charchoq emas, balkim tana haroratining tushishi bo'lishi mumkin. Gipotermiya bu tana haroratining 35 gradusdan pastga qarab tushishi bilan kechadigan xavfli holat hisoblanadi. Sabablari: sovuq muhitda uzoq vaqt qolish, nam kiyim, ayniqsa yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun xavfli, kam vaznlik, infeksiyalar, energiya yetishmasligi, ya'ni ochlikda. Klinik belgilari quyidagicha: teri sovuq va oqarib ketadi, bola sust, uyquchan bo'ladi, titroq, ba'zida esa og'ir holatlarda titroq ham bo'lmasligi mumkin. Nafas va yurak urishining sekinlashuvi. Qachon xavfli hisoblanadi? Agar tana harorati 35 gradusdan past bo'lsa, yengil daraja, 32 gradusdan past bo'lsa, o'rta daraja va 28 gradusdan past bo'lsa, og'ir, o'ta xavfli holat hisoblanadi. Nima qilish kerak? Birinchi yordam: bolani iliq joyga olib kirish, nam kiyimni yechish, sekin asta isitish, birdan emas, bolani ona bag'riga berish. Tibbiy yordamda esa iliq infuziyalar, kislorod berish va asosiy sababini davolash. Nima qilish xavfli hisoblanadi? Juda issiq suvga birdan solish, kuchli ishqalash va spirt bilan artish juda xavfli hisoblanadi. Gipotermiya bolalarda juda tez rivojlanadi va xavfli bo'lishi mumkin. Erta aniqlash va to'g'ri yordam hayotini saqlab qolishi mumkin. Bunday holatni ko'rganmisiz? Kommentda yozib qoldiring.